Salom do'stlar, hello guys. Bugun emulatorga qarshi 120 fps iPhone 5 Pro. Qani o'yinini kuzatamiz. Bu emulator 120 fpsli telefonni chayopti. Prime emas, Prime. Qilmoqda va qaytmoqda. Emulator bizi qo'yyapti, Prime push qilyapti, lekin Prime xato qilmoqda, lekin Prime o'tib qo'yadimi deyman. Prime o'tib qo'ymoqda. Emulator qo'llanyapti, lekin emulator ham qadar emas, ko'nglik, o'zsamliklardan bilasiz. Kuchliroq chiqdi. Emulator kuchliroq chiqdi. Prime yana yo'lga chiqmoqda. Ana endi bu emulator joni chiqmoqda va emulator olib qo'ymoqda. Prime olib qo'ymoqda. Yana chiqmoqda va Prime joni chiqmoqda. Joni qochmoqda va bag'rishlamoqda. Emulator hozircha kutmoqda. Emulator o'zi o'yna olmayapti, o'zi kutmoqda va kutmoqda. Emulator chiqyapti va info bermayapti. Emulator noqonuniy minusga